1969 yili 7 ayning 20 kuni insoniyat tarixida eng cho'ng qasdlab o'ltirish delosi yuz berdi. Shu kuni Apollo oyga chiqish plani oyni ujuqtirib o'tdi. Tong she'rlari va so'ng nazmlaridagi oydan g'arb she'riyatidagi Mo'ng'itcha kishilarning tasavvuridagi oy go'zallik ham romantiklikka vakillik qiladi. Lekin bularning hammasi Amsterdamning tunji qitim oy sharining yuziga dastishiga agishib, buzib tashlandi. Amdiki oy burunqidek suzuk emas, meteorit tashlarining so'qilishi sababli o'ng'il-do'ng'il bo'lib ketgan. Uning yo'riq va qorong'i bo'lishi amdidan boshlab ayrilish va qayta uchrashishga vakillik qila olmaydi. Yer sharining aylanishi bo'lsa, barliq o'zgarishlarning manbasi. G'oyat zo'r talab insonlarning oy shari ustida izlanish orzusini texmi yuqori pallaga chiqardi. Shuningdan keyin Amerika yana 6 qitim oyga chiqish planini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ydi. Ammo 90-yillarda Amerika Apollo oyga chiqish planini jiddiy to'xtatdi. Yarim asr o'tib ketgan bo'lsa-mu, Amerika qayta oyga chiqmadi. Oy sharida yana nurg'un sirlar bor bo'lib, insonlar texi bayqab bo'lolmagan. Undaqda nemishqa Amerika to'yuqsiz oyga chiqishni to'xtatdi. Ba'zi so'z cho'chaklarda aytilishicha, Amerika oyga chiqish planini mushundaq jiddiy to'xtatishning sababi, chunki odam uchiqchilari oyga chiqqandan keyin oy sharida tashqi planet odamlarning izlanlarini bayqagan. Ammo Amerika oy sharida ko'rgan anglaganlarni og'zidan chiqarishni xohlamagan. Bu orqali Amerika tashqi planet odamlarining mavjudligini taratqularning oshkorlanishini kontrol qilib olganmi? Buningdan boshqa Amerikada bu bir necha qitim oyga chiqish jarayonida oshkorlangan uchurlar intayin oz bo'lib, Amerika biror narsani qasddan yo'shirgandek qiladi. Yana ba'zilar gumon qilib, Amerika oy shariga qaytib chiqmaydi, chunki Amerika oy shariga chiqishni azaldan amalga oshira olmagan. Atalmish insonlarning tunji qitim oy shariga chiqishi faqat bir aldamchilik degan. Amerika olam uchiqchilari tunji qitim oy shariga chiqqandan keyin Amerika davlat bayrog'ini oy sharining sirtqi yuziga qadaydi hamda iz qoldiradi. Ammo oy shari bir vakuum bo'shliq. Amerika davlat bayrog'i qanday qilib lapildalaydi? Oy sharining sirtqi yuzida suv yo'q. Qurg'oq tuproqda olam uchiqchilarining oyoq izi nima uchun shuncha aniq qoladi? Bu har bir savol Amerikaning oyga chiqish aldamchiligini uzluksiz fosh qilayotgandek qiladi. Gumondan keyin Amerika olam qatnashi idorasi imkos qaytirib, Amerika davlat bayrog'ining vakuum sharoitida lapildiganligini, olimlarning bu xil ahvolning yuz berdiganligini burunla his qilganligi, shunga alohida material ishlatib, alohida davlat bayrog'ini ko'ngil qo'yib loyilaganligini bildirgan. Oyoq izi masalasi ustida Amerika aviatsiya idorasi munolarni bildirdi. Oy shari vakuumida atmosfera qatlami qo'g'dalmag'achqa, har xil moddalarning uzoq vaqt so'qilishi bilan oy sharining sirtqi yuzi nihoyat bo'shab ketgan. Olam uchiqchilari oy shariga chiqishi bilanla oyoq izimi oy sharining sirtqi yuziga aniq besilib qolgan. Amerika olam qatnashi idorasi ilmiy tushuncha bergandan keyin ko'pchilikmi Amerikaning oy shariga chiqqanligiga bargan sari ishandi. Oyga chiqish aldamchilik emas ekan. Undaqda Amerika nima uchun davomli oyga chiqmaydi? Amerika oy shariga chiqishni to'xtatish planining vaqt nuqtasi bizga javob bera oladi. Amerika oldingi asrning 90-yillarda oy shariga chiqishni to'xtatgan. Bu chaqda dal Sovet ittifoqi parchalangan. Amerika bilan Sovet ittifoqi so'q munosabatlar urushiga xotim bergan vaqt bo'lib, Amerika oy shariga chiqishni to'xtatishni dunyo andisidagi o'zgarishning ta'siriga uchraydiganligini qiyos qilish tas emas. So'q munosabatlar urushi mazgilida Amerika bilan Sovet ittifoqi olam qatnash sohasida keskin musobaqa olib bordi. Sovet ittifoqi tunji qitim insonlarni olam bo'shlig'iga chiqardi. Kona raqibi aviatsiya olam qatnash sohasida mushundaq zo'r bo'sish hosil qilayotganda Amerika tabiiy holda orqada qilishni xohlamadi. Orqadan oy shariga chiqishdan iborat ulug' nishonni bekitdi. Lekin bu nishonni amalga oshirish uchun odatdagi davlatlar badal to'lay olmaydi. Amerika har qatim odam uchiqchilarini oyga chiqarish uchun oz deganda 24 milliard Amerika dollari sarf qiladi. U chaqda Amerikaning barliq xalq igriki kirimining umumiy qimmati aran 800 milliard dollar bo'lib, mushundaq cho'ng bir davlatning taraqqiyotini saqlab qolish uchun oyga chiqish intayin hashamatlik edi. U chaqda Sovet ittifoqi bilan odam bo'shlig'i musobaqasi o'tkazayotgan bo'lg'achqa, Amerika g'alabani qo'lga keltirish uchun yana bosh tortmadi. 90-yillarga kelganda Sovet ittifoqi parchalanib, Amerika bilan Sovet ittifoqi o'rtasida necha 10 yil davom qilgan so'q munosabat urushi oxirlashdi. Chunki Amerika bilan Sovet ittifoqi musobaqasida Amerika g'alaba qildi. Bu chaqda Amerika iqtisodini texnik taraqqiy qildirishga to'g'ri keladi. Yana buncha ko'p pul xarjlab oyga chiqishga arzimaydi. Shuningdan keyin Amerika Federatsiyasi turli baholalarni tepib Apollo planini vaqtincha to'xtatdi. Gerçi Amerika oyga chiqishni to'xtatgandan keyin necha 10 yildan buyon insonlar oy shariga qadam besib baxmagan bo'lsa-mu, lekin insonlarning oy shari ustida izlanish orzusi to'xtab qolgani yo'q. Ishonchlik axborotlardan ma'lum bo'lishicha, 2024-yili Amerika yana bir qatam oyga chiqishga tayyorlik qilayotgan bo'lib, tunji ayol odam uchiqchisini oy shariga elib chiqmoqchi ekan. Davlatimizmi oyga chiqish planini yo'lga qo'ydi.
Hatto insonlar Oy sharini sakrash taxtisi qilib, muvaffaqiyatli holda Marsga chiqmoqchi bo'layotgan bo'lib, Oy sharining yordamida insonlarning texnik cho'nqur qatlamdagi olamga yuzlanishiga yordam berishni umid qilyotdi. Balkim kelgusidagi ma'lum bir vaqtda biz xuddi Oy shariga chiqqan olam uchquchilariga o'xshash olam kemasiga o'ltirib, yashashga bob keldigan boshqa bir sayyoralarga berib turmush kechirib, boshqa planetlarga dastlab, tashqi planeta odamining mavjud yoki emasligi ustida ham texnik ko'p sirlar ustida izlanishimiz mumkin. Agar bu mazmun sizga zarracha yaragan bo'lsa, yulduzdan birini sovg'a qiling.